Assalomu alaykum. Qarshi Ustoz suvlari kanalining obunachilari va YouTube kuzatuvchilari, barchamizga ro'za Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bugungi videomizda biz mehmonxonalar uchun, darvozaxonalar uchun mo'ljallangan 20 kishilik ustoz stolimizni sizlarga to'liq obzor qilib beramiz. Video manfaatli bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yasizlar. Qani videomizni boshladik. Xo'p, birinchi bo'lib stolimizni xon taxtasini boshlasak, razmerlarini. Stolimizning xon taxtasining razmeri uzunligi 4 metr 20 sm bo'ladi. Eni 90 sm bo'ladi. Ustki qismlariga keladigan bo'lsak, ustki qismlari mana laminatdan tayyorlangan, baquvvat bo'ladi. Mana divoyniy qilib ishlangan. Xo'p, yerdan tepagacha balandligi 75 sm ni tashkil qiladi. E'tibor berasizlar, oyoqlari mana shunaqangi chiroyli shakl berib yasalgan. Stolning o'rindig'iga keladigan bo'lsak, o'rindiqlari mana ko'rib turibsizlar. Gabaritli insonlar uchun moslashtirib yasalgan, katta insonlar ham o'tirsa bo'ladi bemalol bunga. Kraskalari ko'chib ketmaydigan, o'ta qimmat kraskalardan ishlatilgan, sifatli kraskadan ishlatilgan. Mana ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa bundan bitta mehmonxonaga qo'ysa, mehmon kutishga ham qulay, darvozaxonaga ham qo'ysa bo'ladi bularni. Uzoq yillar mehnat qiladi. Ancha chidab beradi sizga. Sababi temirdan yasalgan bu. Mustahkam qilib. Kimga mana shunaqangi ustoz stollarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'sha pastda raqam qoldiramiz. Shu raqamga telefon qilsanglar, sizlarga ham chiroyli narxda tayyorlab yetkazib beramiz. Keyingi efirlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.